Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan tворительный падежimizni ko'rib chiqamiz. Падежimiz с кем va с чем savollariga javob bo'ladi. Ya'ni kim bilan va nima bilan degan savolga javob bo'lishi mumkin ekan. Siz ham keladigan holatlari bor. Buni ham ko'rib chiqamiz. Kelinglar oldin sizlar bilan qaysi roddagi otlar qanaqa qo'shimchalarni oladi o'ziga. Bularni batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, murskoy rodni bilamiz. Undosh bilan tugaganlar bor. Mana yumshatish belgisi bilan va ye bilan tugaganlar bor. Undosh bilan tugaganlarga avtomatik tarzda qo'yib chiqamiz. Om qo'shimchasini. Bratim, studentim, domim. Agarda yumshatish belgisi bilan tugasa, yem qo'yiladi. Учителем или ye bilan tugayapti, yana muzey yem bo'lyapti. Agarda женский rodda tugaydigan bo'lsa, bu a bilan tugashi mumkin ekan yoki ya va yumshatish belgisi bilan tugagan holatlar ham bor ekan. A bilan tugasa biz oy qo'yar ekanmiz. Mamoy. Tak, sestroy, mashinoy, ya'ni oy qo'shimchalarini qo'yib chiqdik. Agarda ya bilan tugasa yey qo'yiladi. Styotiy. Agar yumshatish belgisi bo'lsa, bu yerda qo'shib qo'yamiz. Yu qo'shimchasi, dver yu bo'ladi. Keyingisi pole. Bularda juda ham oddiy beriladi. Bularda faqatgina m harfi qo'shiladi. S polem, s oknom, zerkalom. Faqat men время bilan imyada, ya'ni mya bilan tugaganlarda yenyem qo'yiladi. Qaysi joyga qo'yiladi yenyem? Yan o'rniga yenyem qo'shimchasini qo'shamiz. Bu yerda aytishimiz mumkin, misol uchun sa временем. So deb talaffuz qilamiz, to есть sa deb talaffuz qilamiz. Временем qo'shimchasi qo'shilyapti va bu vaqt o'tishi bilan deb tarjima qilinadi. Buni ham eslab qolamiz. Agarda imya bo'ladigan bo'lsa, s imenем bo'ladi. S imenем. Nimaga bu yerda so'ligini hozir ko'rib chiqamiz. Demak, nada bo'ladigan bo'lsa, biror narsani ustida deb tarjima qilinadi. S yoki so bo'lsa bilan tarjimasida keladi. Pod tagida, перед oldida, za orqasida, между orasida deb tarjima qilinadi. Misol uchun aytib ko'ramiz. Например, stolni ustida deydigan bo'lsak, nад stolом bo'ladi. Keyingisi, например, с ручкой. Bu yerda so stadionim. E'tibor beramiz, endi qaysi joyda so qo'yilyapti. Agarda so'z boshi s bilan boshlanib, undan keyingisi undosh bo'ladigan bo'lsa, biz so qo'shimchasini qo'yamiz. Qolgan holatda s'ni o'zini qo'llashimiz kerak bo'ladi. Keyingisi pod bilan aytadigan bo'lsak, например, под сумкой bo'lib keladi. Sumka edi. Azni biza o'yga o'zgartirib aytyapmiz. Перед, например, перед parтой. Parta edi, partoy bo'lyapti. Mashinaning orqasida bo'lsa, za mashina deganni za mashinoy deb o'zgartiramiz. Endi между bo'ladigan bo'lsa, bu ikkita narsani orasida bo'lishi kerak, shuning uchun otni ko'pligida keladi. Между, например, stol bo'ladigan bo'lsa, bu yerda stolami bo'ladi. Mana shu holat hozirlarga notanish bo'lishi mumkin, chunki bu otni birligi emas, ko'pligidagi tuslanish bo'ladi. Nima uchun buni bu yerga yozib qo'yganman? Chunki mana shu predloglarimiz hammasi tворительный падежda ishlatiladigan predloglar. Над, с, со, под, перед, за и между. Shularning orasida между ham bo'lgani uchun ko'rib chiqdik. Asosiy yodlashingiz kerak bo'lgan narsa bu yerda qaysi qo'shimchalarni oladi, ya'ni qaysi harf bilan tugagan holatda qaysi qo'shimchalarni oladi. Keyingi holatni ko'rib chiqamiz. Predlogsiz keladigan fe'llarimiz ham bor ekan. Predlogsiz keladigan fe'l deganda nimani tushunamiz? Ya'ni shunaqa fe'llarimiz bor ekan, ularda hech qanaqa predlog kelmasa ham tворительный падежda tuslanish bo'lar ekan. Oldingi mavzularimizda ham buni ko'rib chiqqandik. Demak, qaraymiz. Быть degani bo'lmoq, misol uchun она была врачом desam, u oldin vrach bo'lgan, например. Vrach so'zini oxiri ch undosh bilan tugagani uchun om qo'shimchasini qo'shib o'zgartiryapmiz. Stать bo'lmoq, быть degani bu hali bo'lmagan kasb, misol uchun o'tgan zamonda
aytganda ishlatishimiz mumkin. Например, o'tgan zamonda был, была bo'ladigan bo'lsa, kelasi zamonda буду bilan aytsak bo'ladi. Например, буду медсестрой. Endi стал bo'lsa bo'ldi. Например, стала мамой. U tug'di va ona bo'ldi deganda aytishimiz mumkin. Mama oxiri a bilan tugayapti, shuning uchun oy qo'shimchasini oladi. Keyingisi работать. Водитель bu murskoy rodda tugagan, yumshatish belgisi bilan tugagan so'z hisoblanib, ham qo'shimchasini oladi. Keyingisi интересоваться. Biror narsaga qiziqmoq deb tarjima qilinadi. Bu yerda ham biz bilan qo'shimchasini qo'ymasdan turib, muzikaga qiziqaman deganda aytishimiz mumkin. A bilan tugayapti, muzik qo'y deb aytamiz. Keyingisi заниматься. Biror narsa bilan shug'ullanmoq. Sport. Undosh bilan tugayapti, qo'shimchasini oladi. Keyingisi гордиться. Faxrlanmoq tarjimasida keladi. Tak, сын bo'ladigan bo'lsa, bu ham undosh bilan tugagan qo'shimchasini olib keladi. Keyingisi управлять, командовать va руководить. Управлять boshqarmoq, командовать bu ham boshqarmoq ma'nosida keladi. Rukovodить ham boshqarish degan ma'noda keladi. Misol uchun komanda so'zini oladigan bo'lsak, oxiri a bilan tugayapti. Bunda ham o'y qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni bulardan keyin bilan qo'shimchasini qo'ymasdan turib ham biz творительный падежda aytishimiz mumkin ekan. Va oxirgisi ish harakati nima bilan bajarilishini aytganda, ya'ni men hozir ruchka bilan yozyapman yokida ko'zim bilan ko'ryapman, oyoqlarim bilan yuryapman deganda ish harakati nima bilan bajarilishini aytyapman. Misol uchun shu holatlarda biza творительный падежni предлог qo'ymasdan qo'llashimiz kerak bo'ladi. Например, я пишу ручкой, например. Резать bu biror narsani kesmoq. Rez, например, режу aytishimiz mumkin. Pichoq bilan deydigan bo'lsak, nojda pichoq, nojom deb aytamiz. Qo'shimchasi oladi, chunki undosh bilan tugagan edi. Есть yemoq, например, ем рукой. Например, я ем рукой, например, плов. Oshni qo'lim bilan yeyapman. Keyingisi открываю. Открываю. Ochyapman, например, ногой. Oyog'im bilan ochyapman eshikni, например. Demak, shu fe'llarimizdan keyin ham творительный падежni biza предлогsiz qo'llashimiz mumkin ekan. O'ylaymanki, bu mavzuyimiz ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarimizgacha ko'rishguncha xayr.